Salom hammaga. Bugun biz Minecraft yoki agar Minecraftga plyularga avtomat ya'ni taksi modini o'rgataman. Qanday qilib o'rnatishni. Birinchi bo'lib biz Bangladesh Play Marketga kiramiz. Birinchi bo'lib endi Craftsman SNB deganiga bosamiz chiqsa. Keyin bunga kiramiz, lekin bu Craft Master Deluxe bo'ladi. Keyin buni o'rnatib olamiz. Keyin kutib o'rnatgandan keyin shu yerdan chiqamiz. Mana bu deyarli haqiqiy Minecraft. Bir xil. Endi chiqamiz. Chiqib ketdik. Endi biz Actual Gun Mode for Minecraft degan shu yozuvni yozib, mana Actual Gun Mode for Minecraft degan shunaqa 3D shunaqa rasmlisini topamiz va shuni o'rnatamiz. Mana ko'rganinglardek bu yerlarga avtomatlarni motor o'rnatish mumkin. Shuni o'rnatib, keyin ochishni bosamiz. Shunaqa endi reklamalar berib turadi. Hozir endi ichkariga o'yinga kirganda, shu mod o'rnatadigan kirganda xohlaganingizcha continue bosib yuborasiz. Continue bosib yuboramiz. Endi shu qidiruvga bosib, mana bu yerda taksi degan yozuvni ko'ramiz va shuni bosamiz. Va keyin shuni chiqadi. Marked a location. Shuncha paytda demaydi deganda o'zini-o'zi ochilib qoladi. Va biz endi kutamiz o'rnatishni. O'zbekiston Wi-Fi vaqtida yoki internet tezlash loading demasdan yoki o'rniga buni boshqa o'rniga bunaqasiga storaslar Shido kompaniyalarga Shido kompaniya va endi mana bunaqa tickle rasm turganiga bosamiz. Yana reklama beradi Zaybar qilib va o'tkazib yuboraman choq. Lekin men yana shuni eshitib qolaman ekan, yana shunday bo'ladi. Shunaqasiga kirgandan keyin download tugmachasiga bosamiz, o'rnatadi, kutamiz, keyin va yana Zaybar qiladi reklamani. Меня закручивает распродажа на маркет Яндекс.Go. Choq qilamiz. Hop, endi kutamiz install degan yozuv chiqquncha. Va endi downloaded file do you want to install now deganda cancel deb bosib olmasdan install bosamiz. Keyin Craft Master yozuviga bosamiz. Endi o'sha Crafting and Building Type Studio degan joyda keyin bitta qog'ozcha chiqadi, yozuvcha chiqadi. Keyin shunga equity bosamiz. Bo'ldi endi. Hop, endi play import starter degan joy chiqadi. Signing qilmaymiz. Sabab kiramiz. Creative New World and Creative bosamiz. Kelganlarga mana cheats degan joyi bor. Keyin buni endi chiziqchaligiga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin behavior tagsga kirib, shu mod taksi behavior version 0.4 deganiga activate ga bosamiz. Endi sabr qilamiz o'yinga kirishiga. Va biz yangi soat ham olganmiz. Shunisini ko'rsatmabman men. Smartwatch o'tiruvch. Endi biroz sabr. Ishla. Hop, so'rama kupon. Serrada so'kin o'yin kelyapti, so'kin yo'lda. Banozim kelmayapti. Oldin kanalim yana kanalim yana o'sha bo'lgan. Bu kanaldan shunday bo'lishini xohlamayman, lekin
Kanalimizga obunachilik 3 ta bo'lganiga rosa rahmat. Kim obuna bo'lgan bo'lsang, kattakon rahmat. Hali bundan ham ko'proq videolar chiqaradi. Masalan, klipdan animatsiya yaratib, lekin men hozirla o'rnatib ko'rdim, lekin sal qiyinroq ekan. Keyingi videoda ko'rsataman. Endi cho'qqilari buni ko'rsatamiz. Avtomatlar chiqarildi. Qolganimizni olamiz. MPT'sini olamiz. Qolasi MPT emas. Lekin bu pistolet menga yoqmadi. M1991 yoqmadi. 9111. Lekin mana qolgan xohlagan avtomatlarni toptirib, agar MPT'sini olsanglar, shu yerlarda ham o'q turadi. Hattoki neri sozlab olsanglar bularda avtomatni, hattoki buni srivalda o'ynab, mana yasab, xohlagan avtomatlarni yasasanglar bo'ladi. Shu uchalasini yasasanglar bo'ldi. Keyin o'sha hamma narsalar kerak bo'ladi. Bu haqiqiy Minecraft bilan bir. Mayha keyingi videolar kutaman. Lekin meni zaylab qiladi va endi xayr.